Assalomu alaykum. Biz kuzatayotganimizda bugun Samarqand mashina bozoriga mashina narxlarini tanishtirib chiqishga harakat qilamiz. Bugun sanaga e'tibor bermoqmiz. Bu yerda sanani yozib qoldiramiz. Kimda kim mashina olmoqchi yoki sotmoqchi bo'lsa, Instagram, Telegram kanallarimiz bor. Podpisatsiya bo'lib qo'ysangiz, bemalol reklama qilib sotishingiz mumkin. Olmoqchi bo'lsangiz, ko'rib olishingiz ham mumkin. Bugungi mashina bozorimizda narxlar ko'tarilganmi, tushganmi, kommentariyada yozib qoldirib ketishingizni so'rab qolamiz. Arzon mashinalardan olishga harakat qildik, qo'ldan kelgancha. Hamma mashina ham arzon deya olmaymiz. Videomizga yoqsa bitta like bosib, podpisatsiya bosmasdan turib ko'rsatayotgan podpisatsiya knopkachalarini bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Kanalda bugungi videomizni boshladik. 2013-yil Cobalt mashinasi, balonlar yangi holatda, massa holatda turibdi. Saka diskalar qo'yilgan. 16 mi, 15 mi? 15 16lik yo'q. 16lik diskalar qo'yilgan. Xo'p, kraskasi orqa tomonda bitta petnosi bor deyishyapti. Motorlar ochilmagan holatda. Klapan qilinmagan-a? Yo'q, Klapanda yurgan. Qancha yurdi deyapsiz? 1 kuruq yurgan. 1 kuruq yurgan. Tekshirib ko'rib olsin deyapti. Abislari bor, konditsionerlari bor. Hamma narsa ishlab turibdi-ya? Hamma narsa kutildi. Hadoylar qanday? Hadoy birinchi joyda ishi yo'q. Birinchi joyda ishi yo'q, tayyor holatda deyapti. Kimga qiziqsa, bemalol aloqaga chiqib, tekshirib ko'rib olishingizni tavsiya qilamiz. Oynalar elektronni. Chexolga yana zashnalar kiydirib qo'ygan, yaxshi chexollar ham bor. Malibu barlari bor, Cobalt barlar, mexanika. Bu magnitofonlar bor. Bitta yurganini ko'rib o'rmoqchi edik. Eshikni ochganda ko'rsatadi, yana bitta ochib olsak ko'rib olamiz. 114 ming yuribdi, ko'rinayotgan bo'lsa. Buferlargacha o'ziniki. Buferlargacha rodmay deyapti. Yani ham o'zingiz uchun tekshirib ko'rishingizni tavsiya qilamiz. 4-pokoleniya propan 65 talik-a? 65 talik. 65 talik. 8 kilometr yurgan. Qayerda petnochasi bor deysiz? Mana, o'z bilib turibdi. Shu yerda petnochi bor. Yetib olgan, mirmaga urib olganman. Nima bo'ldi? Bunda qirgan ekan, shu salondan chiqqanda bir qo'lda hisob ma'lumot. Degani o'zida shu optdan salondan chiqarib bergan. Shu yerda shu otam bilmasin deb shu yerga septirgan. O'zi aslida spesial chiqadigan narsa bo'lgan. Mashinamiz shu holatda, hech qanaqa kamchiliklari yo'q, oladi, faqat minadi deyapti. Xo'p, boshqa yerda kraskasi chiqsa narxidan o'tamiz-a? 1000 o'tiladi. Agar boshqa yerdan kraskasi chiqadigan bo'lsa, narxidan 1000 o'tib beramiz deyapti. Narxini qancha deyapsiz? 8200 deyapti. 8200. Qanchaga bermadingiz? 7300 ga berdim. 7300 ga bermabdi. Xo'p, bo'ladigan joyga qancha qilib beramiz? Bizning YouTube kanalimizdan kuzatib keladigan. Bo'lsa 7,5. 7500 a? 7400 biz kanalimizdan ko'rib kelsa bermaymiz. Hurmatingiz amallaymiz. 7400 ga bitami? 7400 ga bizning kanalimizda bitta like bosib, podpisatsiya bosmasdan turgan bo'lsangiz, podpisatsiya bosib qo'yib keladigan bo'lsangiz, nasib bo'lsa 7400 ga bitadi deb 7300 ga bermadik deyapti. Kimga qiziqsa bemalol aloqa qilishingiz mumkin. Telefon nomerlarini qoldiraman, biz so'ramachilar so'rab savdosini qilishingiz mumkin. 94lik 181 04 24. Kimga qiziqsa bemalol aloqa qilishingiz mumkin. Variantlar qanaqa? Endi o'zimiz variant bo'lsa, bir oy nari berib kutamiz. Bir oydan ziyodroq ham kutib turamiz, ustiga qo'shilmaydi. Yo'q. Ustiga qo'shilmaydi, savdosi bitgan joyda qoladi. Kimga qiziqsa bemalol qilishingiz mumkin. Generalni ham bo'ladi. Generalni ham chiqarib, dokumentini ham qilib beraveramiz deb. Kimga qiziqsa bemalol qilishingiz mumkin. Arzon Nexia 2 so'raganlar uchun Arzon Nexia 2 narxini oxirida aytib o'tamiz. Xo'p, juda ham arzon narxlarda, oxirgacha ko'ring. Bagajni kalit bilan ochib yuboring bo'lmasa. Nechtalik metan aka? 100 talik metani bor ekan. Hadoylar qanday aka? Hadoylar ham cho'tka deyishyapti. Mashina dehqondanmi yoki tirikchilikmi? Dehqondan mashina so'raganlar uchun bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Narxi ham juda arzon. 100 talik metanlari bor. Bitta chirigan joylarni bitta qaratib olsak. Bu yerda zanglagan joylari bor, lekin chirigani yo'q hali. Xo'p. Hadoylarim yaxshi holatda deyap, bitta aybi bor, rulovoy kalankasini olgandan keyin bitta tekshirib olish kerak, ozgina liptisi bor deyapti. Gapirilgan, buferni almashtirish kerak. U yoq bu yoqda ozgina ta'mirlash ishlari bor. Xo'p, narxini qancha deyapsiz aka? 20 bo'lsa oson. Bug'ani shumi? Oxir 20 million, 19 millionga bitmaydimi? Narx sanasa. Siz nomingizdan kelsa bitadi. Biz nomimizdan kelsa 19 millionga bitadi deyapti. Nexia 2 uchun 19 million hozirgi vaqtda juda arzon narx deb o'ylayman. Kimga qiziqsa bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Telefon nomerlaringiz. 93lik 93lik 892 892 98 99. Kimga qiziqsa bemalol aloqaga chiqib xarid qilishingiz mumkin.
Xo'p, dokumentlar hammasi bo'laveradi-ya. Dokumentlarda umuman muammo yo'q. Generalni Chiqadi. ofarmanglar. Xohlagan dokument chiqadi. Xohlagan dokumentlari chiqadi. Kimga qiziqsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Qaysi kanal? Yangi Gentra so'rashganlar uchun 2023-yil Gentra mashinasi hali 50 mingdan ziyodroq yurgan, yumshoq balonlar qo'yilgan 4 ta, oddiy diska kalpaklar taqib qo'yishgan mexanika mashina. Yangi yaqinda ikkinchi paketning metanlar qo'yilgan, hali kulish tegmagan deyapti, klapin ham qilinmagan. Konditsionerlar bor, ABSlari bor. Hamma narsasi ishlab turibdi. Xo'p, aka o'tib ketak. Hadoylar yumshoq holatda, o'zini rodnoy holatida turibdi deyapti. Xo'p, amaja elektronni, hech qanaqa qo'shimcha jihoz ko'rmadik. Sidna qizdirgichlar bor, magnitofonlar bor, boshqa qo'shimcha jihozlardan hech narsa ko'rmadik. 52400 yuribdi. Mashinaning ichki holatini ko'radigan bo'lsak, toza holatda turibdi. 90 talik metallari bor. Zapaskalari bor. Mashinani bu tomondan ko'rinishlarini ko'radigan bo'lsak, bunday holatda turibdi. Kraskasi top-toza-ya. Hadoylari ham zavodskiy holatda. Yangi holatda turibdi, zavodskiy holatda. Xo'p, narxini qancha deyapsiz aka? 11200. 11200 deyishyapti ekan. Bozor qancha qildi aka? Bozor 10650 qildi. Bozor 10650 qildi. Qancha qilsa beramiz aka? 10800 ga beraman. 10700 bo'lsa 50 qo'shak bitsin aka. Bizni kanalimizdan chiqsa 10700 ga bitadi. Kimga qiziqsa bemalol aloqa qilishingiz mumkin. Telefon nomerlarini qoldiraman. Biz so'ramagan joydan so'rab, savdosini qilib, tekshirib, ko'rib olishingizni tavsiya qilamiz. Telefon nomeringizni aytsangiz. 93lik 577 70 11. Kimga qiziqsa bemalol aloqaga chiqib, narx qimmat qilsa, yana ham savdosini qilib ko'rishingiz mumkin. Telefon nomerlarini qoldirdik. Yetmay qolganiga birovniga narsa savdosini ham gaplashsak bo'ladi. Variantlari ham bor. Unisini ham gaplashamiz. Variantini ham gaplashamiz ustida deyap. Kimga qiziqsa bemalol aloqaga chiqib xarid qilishingiz mumkin. Yili past Cobalt so'raganlar uchun yili past 2014-yil Cobalt mashinasi. Kraskasi bitta karinkasida bu kraskasi bor deb, qolgan joylar top-toza deb o'zingiz uchun tekshirib olishingizni tavsiya qilamiz. Balonlar yangi holatda, masla holatda turibdi, oddiy diska kalpaklar taqib qo'yishgan. Xo'p, hadoylar chotka deyishyapti, faqatgina loboyda tosh tekkan joylari bor ekan, yorilgan. Xo'p, motorlarni ko'radigan bo'lsak, tinni holatda turibdi. ABS yo'q, konditsioner bor, konditsionerlar bor. Hamda konditsionerlar ishlab turibdimi? Ishlab turibdi. Konditsionerlar ishlab turibdi, mexanika. Xo'p, hadoylar cho'tka deyapsiz-a? Hadoylar cho'tka. Xo'p. Arzonroq chexollardan taqilgan ko'riklar bor. Oyna oldi ikkitasi elektronni, Euro varianti ekan, orqasi mexanika bo'ladi. Bu mexanika o'zi ham Cobalt barlar bor, boshqa qo'shimcha jihoz ko'rmadik. Yurganni bitta qarab olsak, 121 ming yurgan. Aka, boyag'ida gaz qanaqa edi qaramabman. Metan, klapin qilinganmi? Klapin qilingan. Uchinchi pokoleniya metanlari bor ekan. 90 talik. Hadoyini aytib o'tdi. Qaysi tomon karinkasida kraskasi bor ekan? Bu tomonda. Bu tomon karinkasida kraskasi bor ekan, qolgan joylar top-toza deyishyapti. Ha. O'z bu yerlari ozgina bilinar ekan. Ha, o'zim aytaman. Mana shu yerda bor, eshikka o'tmagan. Eshikka o'tmagan. Xo'sh. Qimmatchi bo'lsalar, narxi qancha buni aka? buni taqalgan joyi 7200 qilsa beradi. 7200 oxiri deb 7900 deyotgan edi. Oxiri 7200 qilib beramiz deyapti. Bundan pasabatan bitmaymi? 7100 naqd sanasa. Telefonlashib, Telefon qilsa gaplashamiz, kimga qiziqsa bemalol aloqa qilishingiz mumkin. Telefon nomerlarini qoldiramiz. Biz so'ramagan joydan so'rab, savdosini qilib, yana ham tekshirib ko'rib olishingizni tavsiya qilamiz. Bu dokumentlar o'zingizdan bitadi-ya. Generalni ham chiqaveradi. Generalni yo'q, Оформили, Promi оформили bo'ladi. Kimga qiziqsa bemalol aloqa qilishingiz mumkin. Telefon nomerlarini aytsangiz. 94lik 94lik 181 181 0424. 0424. Kimga qiziqsa bemalol aloqa qilishingiz mumkin. Variantlar birovniga narsa savdosi ham bor. Bor. Birovniga narxi ustiga qo'shilmaydi. Savdosi bitgan joyda qadar narsa savdosi ham bor. 2012-yil Delfin deyiladi, kraskasi.
Delfin. Xo'p, kraskasi faqat ikkita karinkasida bor deyapti. Xo'sh, parakolarda kraskasi bor. Qog'inchalar toza deyishyapti. Yana ham o'zingiz uchun tekshirib ko'rishingizni tavsiya qilamiz. 1.8 motor, konditsionerlar bor, abislari bor. Hamma narsa ishlab turibdi-ya? Shunday. Hamma narsa ishlab turibdi. 5-pokoleniya metanlari ham bor. Xo'sh. Mexanika mashinamiz. Xo'p, opornalar teshik-teshikli, sportni oporna. Qancha yurgan aka bu? 170 ta. Shunka bo'lganmi? Shunka eshiklardami yo ponnimi? Faqat eshiklarda shunkasi bor, oynalar elektronmi? Xo'p, barlari bor, magnitofonlari bor, bu yerlarga ham qarab qo'yishgan, o'zgartirilgan. Mebelni qilib 370 ming yurgan. Poliklari bor. Mashina orqa tomonida ko'rsatuvchi yaxshi bo'lardi aka. Bitta ko'rsatuvrik biz ham. Nechtalik metan ekan? 100 talik metanlari bor. Karinkasida kraskasi bor deb aytishdi. Qog'inchalarni tekshirib ko'rishingizni tavsiya qilamiz. Narxini qancha deyapsiz aka? 5200 bo'ladigan joyga qancha qilib beramiz? Bozor so'radimi aka? 5000. Bozor 5000 so'rayapti. Bozor 5200 qildimi? Bo'ladigan qancha qilib beramiz aka? 5300 ga bitami bitmaymi? 5300 ga gaplashamizda, kimga qiziqsa bemalol qatnashishingiz mumkin. Telefon nomerini qoldiramiz. Biz so'ramaganlardan so'rab, savdosini qilib, yana ham tekshirib ko'rib olishingizni tavsiya qilamiz. Telefon nomeringizni aytsangiz. Nomeringni aytsan. Aka, telefon nomeringizni aytib yuboring. 94lik 244 53 70 kimga qiziqsa bemalol qatnashishingiz mumkin. Variantlarni ham gaplashamiz, ha? Variantlari ham bor, xohlagan dokumentlari ham bo'laveradi. Telefon nomerlarini qoldirdik. Savdosi qimmatli qilsa, savdosini qilib tekshirib ko'rib olishingizni tavsiya qilamiz. 2020 ga 2021 yil Cobalt mashinasi. Kraskasi top-toza deyap, balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Oldi va orqasi, avtomat, saka diskalari ham bor. Xo'sh. Qo'lboyda yorilgan joyi bor ekan. Bu yerda ham tosh tekkan joyi bor. Xo'sh. 4-pokoleniya propelnari bor. Klapin qilinmagan. Qancha yurdi? 62 ming bo'ldi. Hali 62 ming bo'ldi, bir pul deyapti. Abislari bor, konditsionerlari bor. Hadoyi qanday ekan? Abis konditsionerini ishlab turibdi. Hammasi ishlab turibdi. Aka o'tib ketek. Xo'p. Qismini ko'radigan bo'lsak, 62500 ga yaqinlashib qolibdi. Kilometrlari avtomat, Cobalt barlari qo'yilgan. Bagaj knopkalari yo'q, bagajlari ochiq ekan. Ponni shunka, ponni osti usti hamaja. Hamma joyi shunka bo'lgan, ponni istalyapti. Xo'p, 80 talikmi propan? 80 talik metanlari bor. Bagajlargacha shunka qilingan. Hadoylar qanday deyapsiz? Hadoylar ham yaxshi. Xarajatlari yo'q. Ponni shunga qilingan. Tayyor mashina. Kraskasi toza dedingiz-a? Kraskasi top-toza deyapti. Yana ham o'zingiz uchun tekshirib ko'rishingizni tavsiya qilamiz. Narxini qancha deyapsiz aka? 9600 deyapsiz. Bozor so'radi, so'rama. 9100 a? Qancha bo'lsa beramiz aka? Boshqa beraman. Qancha? 9200 bo'lsa bitami? 9200 bo'lsa bitadi. Kimga qiziqsa bemalol qatnashishingiz mumkin. Telefon nomerini qoldiramiz. Biz so'ramaganlardan so'rab, savdosini qilib, yana ham tekshirib ko'rib olishni tavsiya qilamiz. Telefon nomerini aytsangiz. 90lik 185 60 86 kimga qiziqsa bemalol qatnashishingiz mumkin. Birovga nasiya savdosini ham gaplashsak bo'ladimi? Birovga nasiya savdosini ham gaplashsak bo'ladi. Kimga qiziqsa bemalol qatnashishingiz mumkin. 98-yil Nexia 1 mashinasi. Balonlari jo'sko balonlar qo'yilib turibdi, oddiy diska. Xo'sh, kraskasi polnusda sepilgan. Xo'p, narxlari arzongana. Narxini oxirida aytib o'tamiz. Ko'radigan bo'lsak, Sound Trembler, metan gazlari bor, 3-pokoleniya. Xo'p, konditsionerlar yo'q. Motor moy yeydimi, yemaydi? Motor moy yemaydi, korobka zakonni. Korobkasi zakonni, hadoylar chop kelyapti hozir. Akkumulyatorlar ham yangi qo'yilgan deyapti. Super salon. Xo'sh. Umuman hozirgi holat xarajatlari yo'q deyapti. Faqat 4 ta jo'ski balonda 4 ta menimcha balondan almashtirasiz. Sony original magnitofonlari qo'yilgan. Yurgani 658 ming bo'lib ketgan, lekin bunga o'zining pravigiga buni qaytarib yuborish osongina. Tekshirib ko'rib olishingizni tavsiya qilamiz. Xo'p, lilonim qilingan, polik tashab qo'yilgan, arzon chexollar taqilgan.
orqa tomondan ko'rinishdan ko'rsak, 100 talikmi? Metal. Tushib bitmagan mana bu. Bu yerda chirigan joylari yo'q. Xo'p, mashina orqa tomondan ko'rinishdan ko'radigan bo'lsak, 4 ta balon qo'yib yuborish kerak ekanda bunga. Xo'p, hadoylar qanday ekan? Hadoylar yaxshi. Hadoylar ham cho'tk holatda turibdi deb, ishlari yo'q deyapti. Faqat shu jostki balonda turibdi. Miyakki balon xohlasangiz 4 ta miyakki balon qo'yishingiz mumkin. Narxini qancha deyapsiz aka? 25 million deyapmiz, kelishdi. 25 million deyapsiz. Qancha qilib beramiz aka? Bozor qancha qilyapti? 22 millionga biror nima qilsa beraveramiz. Bozor so'radimi? Ha, 22 million qildi. 22 million qilibdi. Bugun bozor sotilmasa, bermaganingizga beramizmi aka? Sizni otingizdan kelsa beraveramiz. Biz nomimizdan keladigan bo'lsa, bermaganimizga beraveramiz deyapti. Yana ham qimmat qilsa, savdosini qilib qo'yishingiz mumkin. Telefon nomerini aytamiz. Dokumentlar generalni ham bo'ladi, oformlani ham bo'ladi. Dokumentlari farqi yo'q deb, generalni ham chiqaveradi, oformlani ham bo'laveradi. Kimga qiziqsa, bemalol qilishni xarid qilishingiz mumkin. Telefon nomerini aytsangiz. 90lik 90lik 199 199 1197. Kimga qiziqsa, bemalol qilib chiqib xarid qilishingiz mumkin. Yetmay qolganiga biror narsa savdo qilamizmi, qilmaymizmi? Dokumentgacha. Dokumentgacha qilsak bo'ladi, to'g'rimi? Dokumentgacha bir hafta. Dokumentgacha bir hafta 10 kungacha nasiya savdosi ham bor. Kimga qiziqsa, bemalol aloqaga chiqib xarid qilishingiz mumkin. Mashina chista dehqondan, to'g'rimi? Xuddi shunday. Mashina chista dehqondan. Dehqondan mashina olaman deydiganlar bemalol aloqaga chiqsa bo'ladi. 2022-yil Cobalt mashinasi balon holatlari yangi holatda turibdi. Orqasi ham yangi ekan. Xo'p, mana bu kralasida kraskasi bor deb, qonjilar top toza deb o'zingiz uchun tekshirib olishni tavsiya qilamiz. Xo'sh. Motorlarni ko'radigan bo'lsak, abislari bor, ikkinchi pakalina metallari bor. Qancha yurdi aka? 68. Klapan bo'lmagani? Bo'lganmi? Klapanlar qilingan. Kondisionerlar ishlab turibdimi? Ishlab turibdi. Kondisionerlar bor, ishlab turibdi, deyapti. Mexanikami, avtomatmi? Avtomat. Hadoylar qanday? Yangi turibdi. Hadoylaring yangi holatda turibdi, deyapti. Shumka bo'lganmi aka? Shumka bo'lmagan. Xo'sh. 68 ming yurgan avtomat. Xo'sh. Cobalt barlari bor. Bagaj knopkalari bor. 22 dedi. Buni qancha deyapsiz? Bu yoqdan so'raysizda, men olyapman aka. Mashina orqa tomonlarini ko'radigan bo'lsak, metallari bor 90 talik. Mashinaning holatini ko'rib turibsiz. Kraskasini aytib o'tdik, hadoylar cho'tka deyapti. Xo'sh, kondisioner, ABS hamma narsasi bor, ishlab turibdi. Chexol bormi, yo'qmi? O'zini Chexol yo'q. Chexollari yo'q. Xo'sh, narxini qancha deyapsiz aka? 10200 deyapman. Bozor qancha qildi? 9700 qildi. 9700 qilibdi. Bo'ladigan joyga qancha qilib beramiz aka? 800 bo'lsa beraman. 9800 mi? Ha. Bugun bozor sotilmasa, bermaganingizga beramizmi aka? O'ylab ko'ramiz. 9700 ga o'ylab naqd pul bilan keladigan bo'lsa 9700 ga bozor so'rabdi, bermabdi. Shuni o'ylab ko'ramiz deyapti. Kimga qiziqsa bemalol aloqa qilishingiz mumkin. Telefon nomerlarini qoldiramiz. Biz so'ramagan joydan so'rab, savdosini qilib, yana ham tekshirib ko'rib olishingiz mumkin. Telefon nomerlarini aytsangiz. 93lik 577 70 11. Kimga qiziqsa bemalol aloqa chiqarib qilishingiz mumkin. Telefon nomerlarini qoldirdik. Yetmay qolganiga narsa savdosi bormi, yo'qmi? Gaplashaveramiz. Uni ham gaplashaveramiz. Variantlar yo'qmi? Uni ham gaplashamiz. Variant ham gaplashaveramizda, kimga qiziqsa bemalol aloqaga chiqib xarid qilishingiz mumkin. Telefon nomerlarini qoldirdik. 2015-yil Nexia 2 mashinasi balon holatlari masla holatda turibdi. U kraskasi ikki oldi kralasida mashinchidan bir qarishday bor deydi. Yetib olganmi? Brenddan yetib olganmi mashina? Nima bu kraska? Yo'q, yengil aka, ichiga o'tmagan. Ha, ichiga o'tmagan. Xo'p, motorlarni ko'radigan bo'lsak, kondisioner bormi, yo'qmi? Yo'q, kondisioner. Xo'p, gibrid motor. Propanlari bor, ikkinchi pakalina. Moy yemaydi? Yo'q. Moy yemaydi. Quyora. Motor, korobka, hadovoy hamma narsasi cho'tka deyishyapti. Yana ham o'zingiz uchun tekshirib olishingizni tavsiya qilamiz. Kraskasini aytib o'tdik. Hadovoylar cho'tka deyishyapti. Shumka bo'lmagan mashina. Oynalar elektronniy. Super salon, mexanika bo'ladi Nexialar. Magnitofonlari bor. Flishga ham ketadi, flishkasi qiziqadiganlar uchun. Yurganni bitta ko'rib olsak, 94 ming yurgan. Pashti bir ko'rish bo'lib qoldi. Davlatlar tashab qo'yilgan. Chexollar yo'q, ha? Yo'q. Chexollar yo'q. Propanchaga aka. Propan. Kam, buni qaramapman-da, uzr lekin. Chirigan joylar bor, yo'q, chirigan joylar yo'q.
Xo'p, mashina orqa tomonini ko'radigan bo'lsak, shu holatda turibdi. Hadoylari zo'r deyishyapti. Kraskasini aytib o'tdik. Narxini qancha deyapsiz aka? 5500. Bozor qancha qildi aka? Qancha qilib beramiz aka bizni kanalimizni kuzatib keladiganlarga? Buradan savdosini chiqarib qo'yib yuboramizda aka. Ko'pincha savdosini chiqarib qo'yamizda aka. 4 dan pasab bitan, 5 dan pasab bitan bitmaymi? 5 dan pastiga bitadimi aka? Bo'ladigan joyni bitta chiqarib yuborsak zo'r bo'lardi. Oxiri 5 a, 5 dan pasab bitmaydimi? 4800 larga ham bitmaydimi? 4900 larga bitib qoladi. Qimmatlik qiladigan bo'lsa, telefon nomerlar qoldiramiz, savdosini qilib ko'rishingiz mumkin. Telefon nomerlar aytsangiz. Nomer ayt aka. Nomer. 90lik 455 52 kimga qiziqsa bemalol xarid qilishingiz mumkin. Telefon nomerlar qoldirdik. Ha, variantlar qanaqa bo'ladi? Variantlar ham bor. Yetmaganiga nasiya savdosi ham bormi biron aka? Biron aka nasiya savdolari ham bor. Yana ham gaplashib telefon nomerlar qoldirdik. Savdosini qilib ko'rishingiz mumkin. 2007-yil Nexia 1 mashinasi balonlari yaxshi masla holatda turibdi. Tuning zadok qo'yilgan, yangi holatda. Oddiy diska kalpaslar taqib qo'yishgan. Kraskasi polностью sepilgan. Xo'p, ikkinchi paketda metanlari bor. Xo'p, konditsionerlar yo'q. Xo'p, moy yemaydi motor? Javob motor. Motorga javob. Hali 2 zapravka. Hozirgi holatda umuman ishlari yo'q, to'g'rimi? Motor qilingandan keyin 2 zapravka berdimi? 2 zapravka. Ha, yaqinda motor qilib chiqibdi. Super salon. Xo'p, chexollari ham bor. Ko'riklar tashab qo'yilgan, magnitofonlari bor. Xo'p, yurganiga shuncha yo'q lekin. Xo'p, mashina ichki holatini ko'radigan bo'lsak, hech qanaqa qo'shimcha jihoz ko'rmadik. Mashina ko'rinishidan ideal holatda turibdi. Yana ham tekshirib ko'rib olishingizni tavsiya qilamiz. Metan. 80 talikmi metan aka? 80 talik metanlari bor. Chirigan joylari yo'q. Xo'p, bagajga silinderlar ham qo'yib qo'yishibdi. Hadoylari ham ideal deyapti. Hadoylari ham zo'r-a? Tiq etgan tovushi yo'q. Tiq o'tgan tovushlar yo'q deyapti. Narxi qancha ekan aka? 38 million. 38 million deyishyapti ekan. Bozor qancha qildi aka? Bozor 35 million qildi. Bozor 35 million qilyapti ekan. Biron nima qo'shilsa beramiz. Bugun bozor sotilmasa bermaganingizga beramizmi aka? Narx bersa beramiz. Narx bo'lsa gaplashamiz deyapti. Bozor qancha 35 million narx qilmadimi aka? Narx qildi-ya. Agar 35 million nasiyasi bo'ldi, shuning uchun bermadim. bir haftaga hozir ham nasiya bo'lmaydimi dokumentgacha? Dokumentni hozir shunday chiqamiz, notarisini o'tkazamiz. Bir hafta yetmay qolsa, bir hafta dokumentgacha kutib turamizmi? Kutamiz. Ha, bir hafta dokumentgacha kutib ham turamiz deb, bozor ham xuddi shu savdoni qilib bermoqda, lekin 35 millionga bizni kanalimizni kuzatib keladiganlarga berib yuboraman deyapti. Kimga qiziqsa, bemalol aloqaga chiqib xarid qilishingiz mumkin. Telefon nomerlarini aytsangiz. 90lik 250 0105 kimga qiziqsa bemalol aloqaga chiqib xarid qilishingiz mumkin. Mashina chista dehqondan, mashina chista dehqondan, dehqondan mashina olaman deydiganlar bemalol aloqaga chiqsa bo'ladi. Dokumentda generalni ham chiqaveradi, oformilgan bo'laveradi. Kimga qiziqsa bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Videolarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling. Yana bitta narsani eslatib o'tib ketamiz. Yaqinda Kobultlarga rastruchka ochiladi dedi. Kim eshitgan bo'lsa kommentariyada aniqini yozib ketsam, faqat biz ham eshitdik, fake xabar ham bo'lishi mumkin. Kommentariyada aniqini eshitganlar kommentariyada yozib qoldirib ketishini so'rab qolamiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.